Bayovut tumanida yangi o'zlari tashkil qilib, yoshlarni jamlab, o'tgan yil prezidentimiz tomonidan Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Uyda tashlayaptilar. Bir manzilga tashladimki, Bayovutdagi, "Voy, siz biz sababchi bo'luvdingiz, siz bo'lsangiz." O'tgan yil 8-marta prezidentimiz tomonidan taqdirlangan. Yaxshi o'qinglar. Ko'ryapsan, natijalanma bo'layotgan O'zbekistonda. Har bitta oila borki, farzandimni o'qitaman deyapti. Har bir ustoz borki, meni o'quvchilarim zo'r o'quvchilar bo'lsin deyapti. Har bir o'quvchi borki, har bir yosh borki, bugun men o'zimni topaman hayotda deyapti. Shuning uchun hammalaringiz o'zlaringiz hayotlaringizni topishlaringizga tilakdoshimizlar. Yuzlaringiz yorug' bo'lsin, yo'llaringiz ochiq bo'lsin, ilmli, fazilatli, fikrli, aqlli, chiroyli, xulqli insonlar bo'linglar. Sog' bo'linglar. Men sizlarni hammalaringni taniyman. Hammalaringni ko'rganman ijtimoiy tarmoqlarda juda yulduzim bular. Shunday. Ustozlaring har doim yutuqlaringni, muvaffaqiyatlaringni videolarga olib, maktablarga borib gapirasizlar, reklama qilasizlar. Ibrat, targ'ib qilasizlar. Hammalarini tashlab turadilar. Juda faol, ko'z tegmasin. Omadlaringni bersin. Yana biz faxrlanamiz. Sirdaryoni shunday yuksakka chiqaryapsiz. Mana endi yana qolgan ishlaringiz bilan ham. Xudo xohlasa bugun Alisher Zafar uchun juda xursand ketasizlar. Shunday. Shijoat bilan tayyorlab kelganmiz. Boplashadi. Omadlaringizni bersin. O'lgani yo'q, bog'lari so'lgani yo'q, tog'lar to'lgani yo'q. Biz ibrat farzandimiz. Millat deb yonguching bor, vatan deb yonguching bor, elchalik davomching bor. Biz ibrat farzandimiz. Birdan birlashib, g'oyalarni sirlashib, bilimlarda birlashib, biz ibrat farzandimiz.
tayyorlanish mutaxassislari. Mana onaxonlar chaqirib, aslida birinchi oilaviy tayyorlashni o'rgatish kerak. Kurslarimiz haqida ma'lumot My teacher talk it reading book and love it Mazagran. Hello, my name is Leza. My surname is Abdumalikova. I am teach Ibrat Center. Ibrat Center is a lot of communicative. What is your patronym? Ibrat a lot of communicatives and I have a communicative. Communicative is first. Communicative is I teach Ibrat Center and Ibrat Center is very so beautiful and have got 23 teachers and mentors. Voy, 23. Go on. 23 mentors and I teach a lot of Uzbekistan is half teach Ibrat Center and Ibrat Academy. Ibrat Academy Center is Nair Center is Tashkent. And I go to the Tashkent and I meet Aisha Sadullayev. Aisha Sadullayev is Yiğitler olgani yok, boğları solgani yok, kitoblar dolgani yok. Biz ibrat farzandimiz, millat deb yonguching bor, vatan deb yonguching bor, ey jadid davomching bor. Biz ibrat farzandimiz, bo'lib birdan birlashib, g'oyalarni sirlashib, bilimlarni yanglashib, biz ibrat farzandimiz. Bu jonimizdir, tanlagi qonimizdir, hayot umr onimizdir. Biz ibrat farzandimiz, maqsadimiz bir bizni, orzuyimiz zo'r bizni, dunyo jahon ko'r bizni. Biz ibrat farzandimiz, biz hali yosh g'unchamiz, samolarni quchamiz, keling birga uchamiz. Biz ibrat farzandimiz. Yer odamiga aylanib yurmas. Nimani orqasidan deb o'ylaysizlar? bilim. Kitob. Ham kitob o'qigan, bu burchakda ham kitob o'qigan va o'sha orqasida uni o'rtoqlari jinniga ham chiqarib qo'ydi. Chunki o'zini u olamiga tushib qolganda aytgan. Hozir u 300 yoshga yetsa ham uni puli tugamas edi. Shu pulni yig'ib bo'ldi. U endi ishlamasa ham bo'ladi, lekin u sun'iy intellektni hammasini nima qilib sotib oldi. Eng zo'ri Claudio bor-ku, o'shani sotib oldi. Mana shu ilmni orqasidan kitob o'qiganligi uchun buni onasi ham Rijali ayol degan kitob yozgan. Onasini bitta gapi menga rosa yoqadi. Oilaviy, ular sahroga oilaviy olib tashlar ekan. O'zlarining shaxsiy samolyoti bor ekan. Sahroda 1, 2, 3 haftalar, 4 haftalar qolib ketar ekan. Keyin ular qo'liga kitob olar ekan. Kitob o'qigandan keyin odamning ongi o'zgaradi, dunyoqarashi o'zgaradi. Hamma yaxshi yomonni ajrata oladi. Nima deydi? Gapirish anaqasi chiqadi, joni bo'lmaydi. Mana shu kitoblar orqali bo'ladi hamma narsa. Qancha sizlar kitob ergashsalaring, balkim keyingi trillionerlar sizlar bo'larsizlar. Lekin bittagina hozir yer yuzida trillioner bor. Bu ham bo'lsa Elon Musk. Kitob orqasidan erishgan odam, unga hech kim fazo ilmini o'rgatmagan yoki buni davrida rosa ham kompyuter va telefonlar rivojlanmagan. Hammasini texnikaga oid, samo ilmiga oid kitoblar o'qib o'rganib trillionerga aylangan yer yuzidagi birinchi odam. Ko'rdilaringmi qanaqa insonni kitobini qo'lga oldi. Bizdan ham chiqadi, biz ham Al-Xorazmiy, Al-Farobiy avlodlaridamiz, lekin nima deydi? Hali biz o'z ustimizda ishlamayapmiz ko'proq. O'z ustimizda ishlashimiz kerak. Kitob orqali bo'ldi-da. Ular uni bilish kerak. Mana kitobda bevoyga qo'yilgan. Albatta. Bilish kerak bevoydan olib o'qib. Atiga yillikda kitob o'qiydi. Hech qanaqa aynan bularni hozir fikrlashi nima bo'ladi, tez xotirasi kuchli bo'ladi, tez ilib oladi, tez yodda qoladi. Hozir darrov bitta mashinani ayalaringga, dadalaringga sovg'a qilishlari mumkin. Gap sizlarning qo'llaringda o'qishlaring. Shijoatda, vaqtni boshqa narsalarga sarflamaslikda. Telefon emas, birinchi o'rinda kitob kerak. Mana poraxo'rning
Bormidi? Mana Jimjitlik romanini tushuntirib beraman. Said Ahmadning Jimjitlik romani Tolib degan bir nima qahramon haqida. Tolib nima bilan elchi bo'ladi. Va u o'sha elchiligi orqasidan Afrikaga borgan vaqtida ayoli o'sha yerda vabo kasalligiga chalinib, o'sha joyda vafot etadi. O'g'li ham vafot etadi. Shundan keyin 30 kunga chiqib qoladi-da, o'zini ona qishlog'iga qaytadi. Uni ham onasi 2 marta turmush qurganligi uchun yana o'gay ukasi ham bo'ladi. O'sha qishloqda ukasi bor-ku, rais bo'ladi, rais bo'ladi. Lekin juda ham fe'li yomon bo'ladi. Xarakteri ham yomon bo'ladi va salbiy obrazda kelganda u. Ijobiy obrazda esa Tolib keladi. Tolib o'sha nimaga borganda uni orqasidan bir Jayrona ismli jurnalist izlab keladi. Shu bilan asar anaqalari rivojlanib ketadi. Oxirida o'sha ukasi vafot etadi. Ukasi rais vafot etadi. Albatta o'qinglar. Sizda borsa, qaranglar, mana qaranglar. Kecha va kunduz asarida agar Zebi bor-ku, Zebi degan qizni hayot haqida, Zebi juda ham erta turmush qurib ketadi. Agar unda ham o'sha davrda qizlarni o'qitish uchun, boshqa uchun mana shunday bugungi kundagi sharoitlar bo'lganda, Zebi erta turmushni ana qurboni bo'lmasdi. Ana shu Zebi o'zini ana nima deydi, bitta qishloqqa boradi, aylangan o'rtoqlari bilan. U yerda nima qiladi? Qo'shiq aytadi. Keyin u boylardan nazariga tushib qoladi. Boyni menimcha 4-ayoli bo'lib yerga tegadi. 18 yoshga to'lmagan qiz. Hozir sizlarda qanaqa davr? Zo'r davr. O'qish uchun, kitob ochish uchun, o'sha davrda bir ko'ringlar. Bu kitobning kechasi bor, kunduzi yo'q, topilmagan. Kechasi bor. Kunduzi balkim Zebining keyingi hayot haqidami? Zebi qamalib ketadi. U tuhmatlarga qoladi, boshqaga qoladi. Ana u 3-ayolimi, 2-ayoli bor-ku, ana erini boyni zaharlab o'ldiradi. Zaharlab o'ldirganligi hammasi Zebidan ko'radi. Zebidan ko'rgandan keyin Zebi nima qiladi? Tuhmatga qolib ketgandan keyin uni sudi bo'ladi. Sud bo'lgandan keyin u surgun qilinib yuboradi. Qornida bolasi ham bor. O'shaning uchun borki, sizlar o'qinglar. Sizlar hozirgi zamonni qadrini yetasizlar. Kunduzi bo'lganda balkim Zebi oqlanib, yurtiga qaytgani bo'lar. Birdan birlashib, g'oyalarda sirlashib, bilimlarda bellashib, biz ibrat farzandimiz. Vatan bu jonimizdir, tanlashamiz, samolarni quchamiz. Keling birga uchamiz, biz ibrat farzandimiz. Yonguching bor, ey jadid davomching bor, biz ibrat farzandimiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ha, ko'rdim. Biz Ibrat akademik o'quv markazimiz bilan qo'shilgan media ustozimiz bilan ertalab 7da birga ko'rdik. Taassurotlarim juda zo'r, chunki o'zimizni sirdaryolik Fayzullayeva gol urdilar. Bizni O'zbekiston jamoasi juda ham yaxshi harakat qildi, lekin o'ylaymanki, keyingi jahon chempionatlarida albatta ular harakat qilishadi. Ularga bu jahon chempionati prosta bir sinov. Balki keyingilarida ular yutadi. Men bunga ishonaman, chunki ular harakat qilishdi. To'xtang. Ha. Mana bir bolalar futbolchilarimizga motivatsiyam bundan hech qanday tushkunlikka tushib qolmanglar. Bu hali bir sinov, hali oldinda juda ko'p o'yinlaring bor. Biz sizlar bilanmiz, sizlarga ishonamiz va kelgusi o'yinlarda omad tilab qolamiz. Endi bularga O'zbekiston olg'a! Yaxshilab takliflarni bildiringlar, ingliz tilida gapiringlar, fikringlarni, taklifinglarni ravon, qanaqa qilish kerak, yoshlar ingliz tiliga, kitob o'qishga qanaqa qanaqa taklifinglar bor, hammasi bo'yicha gapiringlar, xo'pmi? Sizlar hozir o'qiydigan eng qaynaydigan vaqt, hamma sharoit bor.
Boshqa davlatlarda urush bo'lyapti. Boshqa davlatlarning bolalari bitta nonga zor bo'lib yotibdi. Biza tinch O'zbekistonimizda maza qilib yashab o'tmaydigan vaqt. To'g'rimi? Mana shunaqa festivallar, bayramlar yarashadi bizga tinch vatanimizda. Молодец. Jadid kitobxon klubimizda bor-da. Madrasa chiqadi. Hozir birmi? Kitob o'qishadi, o'sha kitobni sahnalashtirishadi. Hozir yaqinda biz Qo'rqma romanini tugatdik. Davlat jamiyatida asarni sahnalashtirdik. Bolachalarga emas, kichkina emas. My present, our present is very very common, and I my dream step meeting the viloyatida yoshlar tashabbuslari marafoni start oldi. Barcha sirdaryolik yoshlarni Yoshlar xiyobonida, xorijiy tillar pavilyonida kutib qolamiz. Sirdaryolik yoshlar tashabbuslari marafoniga tayyor!